Bugungi kunda deputatlarning o'z saylovchilari bilan uchrashuvlari ko'lami va samaradorligi ortib bormoqda. Jumladan, Qonunchilik palatasi deputatlarining saylov okruklaridagi o'z saylovchilari bilan uchrashuvlari har oyning oxirgi haftasida o'tkazilib, ushbu uchrashuvlar yakunlarini Qonunchilik palatasi hamda uning kengashi majlislarida ko'rib chiqiladi. Ana shunday uchrashuv hamda o'rganishlar Jizzax shahri hududidagi tibbiyot muassasalarida o'tkazildi. Hozir shu haqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasining tashabbusi bilan shu kunlarda hududlarda aholini va tibbiyot muassasalarini arzon hamda sifatli dorilar, tibbiy buyumlar bilan ta'minlash holatlari o'rganilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Jizzax viloyatida bo'lib hududdagi tibbiyot muassasalari holatini o'rgandi. Dastlab deputat Jizzax viloyat onkologiya dispanserida bo'lib, tibbiyot muassasasida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini o'rgandi. Jumladan, aholiga onkologik yordamni yanada sifatli tashkil etishni yo'lga qo'yish maqsadida kasalliklarni erta aniqlash va profilaktikasi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar holati, onkologiya markazida davolash va diagnostika hamda dori vositalari bilan ta'minlanganlik holati qay darajada ekanligi o'rganildi. Shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasida bo'lib, tizimda olib borilayotgan ishlar, aholi salomatligini saqlash borasida belgilangan ustuvor vazifalar, shuningdek, viloyatda aholini va tibbiyot muassasalarini arzon hamda sifatli dorilar, tibbiy buyumlar bilan ta'minlanganlik holati qay darajada ekanligini o'rgandi. Joylarda ayrim o'zini yechimini kutayotgan muammolar ham bor. Mana misol uchun hozirgi kunda biz kelib o'rganishimiz natijasida birgina shu onkologiya sohasi bo'yicha hududlarda tor sohadagi mutaxassislarning yetishmasligi masalasi yoki mana bugungi kunda tibbiy jihozlari bilan ta'minlangan, lekin ulardagi o'ziga xos o'sha onkologik kasalliklarni to'g'ri tashxis qo'yish bo'yicha kerakli bo'lgan reaktiv moddalarni bugungi kunda yetkazib berilmayotganligi, bu sohada o'sha mahalliy budjetdan, respublika budjetdan mablag'lar ajratish bilan bog'liq masalalar borligini o'rgandik. Aniqlanish kerak bo'lgan muammolari toifalarini belgilab oldik. Hududlar doirasida, respublika doirasida va ertangi kunda biz o'sha parlament nazoratini amalga oshirishda biz hukumatda oldiga ham qo'yishimiz kerak bo'lgan masalalarni aniqlab, reaktivlar uchun alohida budjetdan mablag'lar ajratish, bu kasalliklarni oldini olish borasidagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalarini o'zimizga belgilab oldik. G'alorol tumani, Baxmal tumani, Sharaf Rashidov tumani hamda Forish tumanlarida davolash bo'limlari bor. Ushbu davolash bo'limlari tuman markazi filiali hisoblanganligi sababli, ya'ni oilaviy shifokorlik punkti yoki oilaviy poliklinika maqomi o'zining yuridik maqomi bo'lmaganligi sababli bugun bir qancha imtiyozlardan, ya'ni o'sha olis hududda bo'lishiga qaramasdan olis shifokorlik dasturi doirasida shifokorlarimizga mablag' to'lolmayotganligimiz yoki o'sha o'zining yuridik maqomi bo'lmaganligi sababli bugungi kundagi o'sha tibbiy jihozlar bilan ta'minlay olmayotganligimiz va albatta bu o'sha uzoq hududda yashayotgan fuqarolarimizga tibbiy yordam olishga bir qancha qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Deputat tomonidan Jizzax viloyatidagi ushbu yo'nalishdagi o'rganishlar davom etmoqda.